Dokument bormi-yo'qmi aka? Yo'q. Yo'q, masalan, Samarqandga registratsiyalar boshlandi, xudo xolasa. Hozir akalarimni chiroyli qilib kutib oldim. Qashqardan. O'zimiz yanglaylardan, Buxorodan. O'zim ham Buxoroda tug'ilganman, lekin Vodiyda katta bo'lganman. Aka, qalay xizmatlar? Masalan, konkret ochiq qoldi. Zo'rmi? Aka, sizda masalan. Mana gapni chiroyli. Sizda qanaqa? Zo'rmi? Yo'q. Dokument bormi-yo'qmi aka? Yo'q. Yo'q, masalan. Aka, biron muammo bo'ldimi masalan? Yo'q. Juda ko'p kishilar aka, haqiqatda haqiqiymi, yo'qmi deb menga nima qilishadi? Rahmat. Registratsiyam yo'q, patenam yo'q. Ana hudud. Gap yo'q, anaqa xolos. Qancha bo'lgan aka? Qancha bo'lgan? Kelganimgami? Yo'q. Qanchadan beri yo'q? Yo'q. Boshdan beri yo'q. Ha, bo'l. Qancha? 7 oy. Bo'ldi, gap yo'q. Akalar mana chiroyli qilib Samarqandga hozir uchirib yuboramiz do'stlar. Bemalol murojaat qilasizlar, shunaqa xizmatlarga erishasiz. Sizlar uchun biz xizmatda. Qayerdansiz Buxoroni? Jondoshdan. Gap yo'q. Akalar xudo xolasa registradan o'tishdi inshaalloh. Chakigina o'tishdi. Zo'rmi emas akajon? Xizmatlar zo'rmi aka? Gap yo'q, xudo xolasa chiroyli qilib masjidgacha, zelon zonaga olib kelib qo'yamiz. Kimga shunaqa xizmatlarga ekrandagi nomerlarga murojaat qilasizlar, akalarim inshaalloh zo'r ketishyapti.